Assalomu alaykum. Maqsadbek o'zingiz bo'lasizmi? Yaxshimisiz, salomatmisiz? Tanajoningiz omonmi, bezovta qilib qo'ymadimmi sizni ukajon? Yo'q, rahmat, xizmat bo'ldi, shukr, rahmat. Minnatdormiz. Kechikib bo'lganimiz yo'q. Ayni damda biz sizga quvonch shodliklarni, xush kayfiyatni tilagan holda yaqinlarimga tabriklar loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz, Allohimizga suyukli banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukronalik ayyom tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat, kattakon rahmat. Mehr muhabbatga to'la bo'lgan go'zal hayot, yaxshi kunlar hamrohligini, duolar ijobati va ibodatlarda sobit qadamlik, Allohimning eng suyukli bandalari qatorida bo'lishingizni hamda ahli xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, baxt va saodatni tilab qolamiz. Ushbu go'zal ayyom munosabatiyle bugun bizning loyihamizga sizga atalgan ajoyib tabriknomalar, dilnomalar yetib kelgan. Albatta sizni tabriklash va xursand qilish uchun. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabriknomani yo'llayotgan inson kim bo'lishlari mumkin? Bitta topim bor, shunda boshqa kim bo'ladi? Albatta, mashalloh, juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Ayni damda jamiki yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz nomlaridan sizni dunyolarcha yaxshi ko'ruvchi mehribon opajoningiz Nilufarxon opajonimiz sizni tabriklamoqdalar. Rahmat, kattakon opajonim. Sog' bo'lsin. Ilohim, hamdonlarga hamrohlikda dadajoningiz, onajoningiz hamda singiljoningiz, pochchangiz hamda jiyanlaringiz, buvijoningiz, amakilaringiz va barcha oila a'zolaringiz ham sizni muborakbod etib, ikki dunyo saodatini ham sizga tilab qolishibdi ukajon. Rahmat, kattakon rahmat sizlarga. Tashakkur, rahmat kattakon. Agarda birozgina qimmatli vaqtingizni olsak, ana shu mehribon opajoningiz tomonidan yetib kelgan chiroyli tabrik maktublarini o'qib berardim, maylimi? Bemalol. Rahmat kattakon, marhamat qabul qiling. Assalomu alaykum, men uchun aziz va qadrli bo'lgan mehribonim, g'ururim, har qanday vaziyatda yonimda turguvchim, jon jigarim, mehribon ukajonim. Seni bugungi go'zal ayyomlaring, shukronalik, shodiyonalik kuning bilan chin qalbimda muborakbod etaman. Yaqinlarini, jigarlarni qadrlovchi jigarim ukam, seni eng go'zal, eng samimiy tilaklar bilan tabriklashni istayman. Avvalambor senga uzoq umr, sihat, salomatlik va fayzli kunlarni tilayman. Ishlaringga omadlar va davomli muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Ilohim yuzlar bilan yuzlashib yurgin, hech qachon g'am anduhing, armoning bo'lmasin. Mana shunday go'zal kunlaring doimo davomli bo'lsin-u, birgalikda uzoq yillar davomida diydor ko'rishib turmoqlik nasib aylasin. Mehribonim jonim ukam, boringga shukrlar bo'lsin. Omad har doim sening hamrohing bo'lsin. Yigit boshing aslo egilmasin. Qadring qaddingdan-da baland bo'lsin ilohim. Sen bilan inshaalloh Firdavs jannatlarda ham diydor ko'rishmoqlik nasib etsin. O'rtamizdagi mana shunday mehr oqibat hech qachon yo'qolmasin. Qayerda bo'lsang ham aziz boshing hamisha omonda bo'lsin. Ukajonim, mehribonim, men seni juda ham yaxshi ko'raman. Ilohim bu dunyoda ko'rganlaring go'zal shaharlar va makkatullohlar bo'lsin. Chin dunyoda ko'rganlaring inshaalloh jannat bog'lari bo'lsin. Yana bir bora shukronalik ayyoming muborak bo'lsin deya ushbu go'zal dilnomalarni opajoningiz tomonidan qabul qilasiz ukajon. Rahmat. Siz kattakon, men opamga rahmat deyman. Hamma sog' salomat yursin. Ota-onamiz baxtga sog' salomat bo'lsin opajon. Jiyanlar uchun, qarindoshlar. Esdan chiqarmaganlar uchun kattakon xursand bo'ldim, ertalabda rahmat. Mashalloh. Sizni xursand qila olgan bo'lsak, biz ham bag'oyatda mamnunmiz. Ammo bu hali hammasi emas ukajon. Ana shu mehribon opajoningizni yana bir chiroyligina she'riy nomalari ham bor. Mayli, buni ham sizga izhor aylab bersam? Eshitaman.
Minnatdormiz, marhamat tinglang. Birga o'sdik, to ochiq ko'zim. Hali hamon erkatoy o'zim, aytib qo'yay opalik so'zim. Hammadan zo'r ukam bor mening. Opa uka kamon bilan o'q, birov menga qilolmaydi do'q. Qo'rquvim yo'q, doim ko'nglim to'q. Hammadan zo'r ukam bor mening. Jigarim deb jonini to'shar, quvonchimga quvonchlar qo'shar, yurishlari dadamga o'xshar. Hammadan zo'r ukam bor mening deya ushbu go'zal dilnomalariga yakun yasaganlar. Ukajon shu o'rinda sizning ham opajoningiz uchun qolaversa, barcha yaqinlaringiz uchun aytar so'zlaringiz bo'lsa, yo'lab olishingiz mumkin. Birozdan so'ng o'zlari ham eshitadilar buni. Marhamat, eshitamiz. Assalomu alaykum opa. Dada aka, rahmat sizlarga shunchalik istagimni chiqarmaganlar uchun. Rahmat ko'p bo'lgan. Har doim sog' salomat turinglar. Vaqtimizga sog' salomat bo'linglar. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' salomat tursin. Ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat kattakon, qimmatli vaqtingizni biz uchun ajratganingiz uchun alohida rahmat deymiz. Yana bir bora tavallud ayyomlar qutlug' yoshlar muborak bo'lsin. Sizga ham minnatdormiz. Siz dunyodagi eng baxtli insonlardan birisiz, negaki mana shunday mehribonlaringiz, mehribon opajoningiz bor. Ahli xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, baxt va saodatni tilab qolamiz. Boshlanayotgan kuningiz xayrli va solih amallarga lim-molim o'tishiga ham tilakdoshimiz ukajon. O'zingizni doimo ehtiyot qiling, salomat bo'ling. Minnatdormiz. Omon bo'ling ukajon. Kechagina ergasharding qayga borsam, bugun beparvosan hatto ming yolvorsam. Yonimda tur bo'ybastingni ko'ray hardam. Ukam bor deb ko'ksim kirib yuray men ham. Katta bo'lib uyga tunda kelarmishsan. Onam bergan tanbehlarga kularmishsan. Endi o'zing har narsani bilarmishsan. Dono ukam, ayt so'zingga kiray men ham. Ukam bor deb ko'ksim kirib yuray men ham. Ukam, ukam jonim ukam, mani mehribonim ukam. Ukam, ukam jonim ukam, o'zing qadrdonim ukam. Ukam, ukam jonim ukam, mani mehribonim ukam. Ukam, ukam jonim ukam, o'zing qadrdonim ukam. Sen menga emas, men ham senga suyanayin. Suyanchig'im bor deya suyunayin. Qachongacha yosh bola deb kuyunayin. Nima darding bor ayt mana, turay men ham. Ukam bor deb ko'ksim kirib yuray men ham. Sen shoh bo'lgin, mayli vazir bo'lay o'zim. Aka desang shu dam hozir bo'lay o'zim. Omadingni ko'rsa qunab ketsin ko'zim. Topganingga imoratlar quray men ham. Ukam bor deb ko'ksim kirib yuray men ham. Ukam, ukam jonim ukam, mani mehribonim ukam. Ukam, ukam jonim ukam, o'zing qadrdonim ukam. Ukam, ukam jonim ukam, mani mehribonim ukam. Ukam, ukam jonim ukam, o'zing qadrdonim ukam.
yaxshi o'qib ilmu hunar egasi bo'l. Mayli so'ngra onajonim erkasi bo'l. Otamizdan qolgan uyning ertasi bo'l. Kel xotirjam davru davron suray men ham. Ukam bor deb ko'ksim kirib yuray men ham. Ukajonim jonim ukam, o'zing mehribonim ukam. Ukajonim jonim ukam, mani qadrdonim ukam. Oh ukam ukam jonim ukam, o'zing mehribonim ukam. Ukajonim jonim ukam, mani qadrdonim ukam.